Assalomu alaykum. Bugun raspakovka chek Xitoydan kelgan posilkalarimiz sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Kofemi biron nima damlab olinglar-da va yaqinroq o'tiringlar ekranga, chunki bugun ko'p narsa gapirib berishimga to'g'ri keladi. Video uzun bo'lib ketishi mumkin. Demak, birinchi raspakovkam bu kiprik laminatsiyasi uchun shunaqa bigudicha. Buni kiprik masterlari yaxshiroq biladi. Bir tomoni chuqur, chiqqan tomonini, xullas mana chuqur tomonini kiprigimizga bunday qo'yib olib, koreyskiy stilda hozir bunday qilib nimani sostavni suramizda va yumshatib beradi kiprigimizni. Keyin esa buni mana bunaqasiga qo'yib, ustiga bunday qilib xullas tarab chiqamizda va kiprigimizni tabiiy qayirib beradi. Bitta bigudi ikkita funksiyani bajaradi. Adashmasam shunaqa. Adashayotgan bo'lsam, yana ham kommentariyda yozinglar. Nima uchun bu? Qanday ishlatilinadi bu? Biron kun video sizlarga ishlab berishga harakat qilaman bu haqida ham. Raspakovkamiz bu mana shu brend, ofitsialniy brend, ya'ni original do'kondan, Xitoyda originalniy kompaniyasi bu. Arzon krem emas, qimmatroq krem. Mana ichidan 3 ta probnigi chiqdi, ya'ni oldin ishlatib ko'rib, o'zimizda keyin kattasini sursa bo'ladigan. Ya'ni bu kremni tavsiya qilishgani zo'r oqartirib beradi, yoshartirib beradi. Vitamin C ga to'yindirib beruvchi Xitoyda juda ham mashhur brend hisoblanadi. Xullas buni ham olib ko'rdim. Ishlatib ko'rib, balkim sizlarga biron kun odzivini aytaman. Keyingi raspakovkamiz bu mana shunaqa hot pack deyiladi. Hot pack. Voy, yana sovg'asi ham bor ekan. 3 ta nima ekan bu? Aloe vera degan nimadir sovg'orishibdi. Haliroq perevod qilsam yozib qo'yarman nimaligini. Xullas hot pack degani oldin Koreyada yashaganimizda Koreyada bu narsa hamma joyda sotilinadi. Qishki kuni ochasizlar, qumga o'xshagan narsa paketda nimni qilasizlarda qiziydi, issiqqina bo'ladi. 7-8 soatgacha kurtkani karmaniga solibmi, oyoq kiyim tagiga sovoribmi, farqi yo'q. Любой joyga solsanglar, pechka bo'lib isitib turadi. Keyin shu 7-8 soatdan keyin sovib, musorga tashlaydigan отходga aylanadi. Xullas zo'r narsa. Lekin O'zbekistonda hech qish kelmadi. Shuning uchun zaraniya zakaz qilib qo'ydik. Xitoyda, O'zbekistonda bilmadim, ko'rmadim. Bormi, bizda yo'qmi bunaqa narsa? Ko'rganim yo'q. Lekin Xitoyda juda ham arzon. Donasi bizga kirib kelishi bilan donasi 2000 so'mdami aylandida dastavka puli bilan. Keyingi raspakovkam bu mana shunaqa katta korobkasini olib tashladim. Oddiy korobkada keldi. Ichidan 3 ta maska solib berib yuborishgan ekan bu kompaniya ham. Bu kompaniya ham brendoviy hisoblanadi. 11 aksiyada olganim. Arzon keldi. O'zi qimmat narsa bu. Hozir 12 aksiyaga ulgursanglar, olsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ampulalar, mana qaranglar. Ampulalar. Короче, bitta ampulada mana qaranglar. Bittasida mana kukun, bittasida kukun. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Bittasida esa suyuqlik, mana. Bittasida parashok turadi. Ikkalasini aralashtirib, tak mana. Mana bunaqa pipetkachasi bor. Ikkalasini aralashtiramiz, suyuqligini pipetkani solib, quyib yuzimizga suramiz xullas. Mana shunaqa oppoqqina poralar sujat qiladigan, yoshartiradigan, xullas mana shunaqa Vizi brendi ampulalari. Narxlarini video opisaniyada посмотреть tovar degan joyda ko'rsanglar bo'ladi. Agar Pinduoduodan xarid qilishni bilganlar bo'lsa, bemalol shu do'kon ishonchli уже. Meni sinovimdan o'tdi, hamma narsasi zo'r keldi, kerak bu sovg'alar bilan. Tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'linglar, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.